139 mingga Patkulch havosi toza joylardan katish. Aniq manzil 3 qahramon postdan kirganda Hojota mahallasi. 1.7 sotuvga tushgan, oshxonasi studiya formatda zal bilan bitta qilib yuborilgan, undan tashqari 5 ta xona, 4 ta sanuzel. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q, infratuzilmalari, masjid, do'konlar, bog'cha, o'zbekcha, ruscha maktablar, elektromashinalar uchun zazivleniya ham qoldirib ketilgan. Lekin rasa chiroyli qurib qo'yishibdi 1.7 sotuvga. Agar uyimizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar, sizlardan aylansin. 139 ming so'rashyapti, telefon qilsanglar yana kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmasanglar, shunaqa chiroyli variantlarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Uy sotayotganda odamlar qilinadigan eng yaxshi narsalardan bittasi to'g'ri lokatsiya tanlash bo'ladi. Hozir men sizlarga Drujba atrofidan Komolon mahalladan 2 sotuvli uchastkamizni obzor qilib beraman. Oshxona, podvollardan tashqari 3 ta xona, sanuzellari ham alohida qilib qilingan. Babi yeriz borda, kvartira emasda. Bu tapchanni zonalar qilib qo'ysangiz ham, kakras yozda yana bitta xona degani. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q, infratuzilmalari, media park, Karzinka, Rayhon milliy taomlari, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Maktab, bog'cha, masjidlar. Videoni Drujba atrofidan Komolon mahallalardan uchastka qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. 114 ming baholandi. Telefon qilsanglar yana kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmasanglar, shunaqa zo'r uchastkalardan uchastka kvartiralarni kuzatib turasizlar. O'zbekona mahallalarimizdan qo'ymasdan Uchtepa tumani Yusuf Sakkokiy mahallasiga kelganimizda mana mana shu orqamdagi uchastkamizni yer hisobida sotayotgan ekanlar. 5-6 sotuv dokumentda o'lchab ko'rsanglar, ozgina undan kam chiqib qolishi mumkin. Yana u yog'ini egalari bilan gaplashasizlar. Fasad razmerlari 17 metr. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q. Infratuzilmalari, maktab, bog'cha, masjid, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. O'rizor bozori ham yaqinginada joylashgan. Videoni arzonroq yer chiqib qolsa sotib olardim, pul tikib qo'yardim deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Atak kelib, yashab, keyinchalik remont qilib sotaman desanglar ham zo'r variant. Shu turishiga 151 ming so'rashyapti, lekin pul zaril bo'lyapti. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beradilar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Kvartira kerakmidi? Chilonzor 20-kvartaldan sizga 2-etajdan zo'rini topib qo'ydim. 2-etajda 58 kvadrat 2 xona, 3 xona qilingan. Oshxona balkonga olib chiqilgan, sanuzellari ham savmesniy emas, razdeniy qilib qilingan. Bu yerda mana choy ichib o'tirilgan yana bitta xonasi bor. Ba'zi bir mebel texnikalari qoladi. Atrofda Ilonota masjidi, maktablar, kollejlar, bog'chalar, metro yaqin, Karzinka ham yaqin. Videoni kvartira qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. 75 ming so'rashyapti, kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Yunusobodda Zalatoy joylari Bodomzor mahallasiga kelganimizda hozirlarga bitta uchastkamizni yer narxida obzor qilib beramiz. Katta ko'chaga mana bir qadam imina noturar bino qilishga mana mashi ko'chada vashi zo'r variantli. 488 sotuv, salkam 5 sotuv bo'ladi. Fasad razmerlari 13 metr. 9 ta xonasi bor, remontlari ham yaxshi holatda. Hozir yashab turib, keyinchalik qurilish qilaman desanglar ham ideal variant. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q, infratuzilmalari, Karzinka, to'yxona, 90 yillik mahalla restorani, do'konlar, maktab, bog'cha, Bodomzor masjidi yaqin masofada joylashgan. Videoni Bodomzordan bitta yer olib qo'yaman deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'ying. Har bir sotigini 78.500 dan baraka qilsanglar bo'ladi. Bu Bodomzor uchun zo'r narx. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar.